Quloq eshitgani shubha, ko'z ko'rgani isbot. Biz testni davom etamiz. Обратный klapan Nero'dan 20-25-32 razmeri. Buni odatda xalq qanaqa ishlatadi? Ustalarimiz buni og'izda tekshirib daynolatib. Ma'lumot uchun inson og'zi 0.6 bardan 1.2 bargacha ham kuchlanish havoda bera olar ekan. Lekin suvdagi bosim bilan suvdagi kuchlanish aslida juda ham boshqa va hozirgi zamonaviy isitish tizimlarida 1.5 bardan pastiga kotel ishlamaydi, isitish tizimi umuman yurmaydi. Biz endi testni boshlaymiz. Ukam yo'qlar. Уже mana testimizda Neroni обратный klapani, nasosimiz, nasos ham ishlashini qaranglar, qanaqa umumligini. Bu elektromagnitniy chistotniy nasos yopilgandan keyin o'zi avtomatik o'chadi. Bu primoy podachada turibdi hozir. Обраткasini tekshirish uchun направленияni biz o'zgartiryapmiz, nasosga teskari qilib. Tizimda suv bo'lmasa, klapan qo'yib yuborayotgan bo'ladi. Ya'ni mana tizimda suvni saqlab qoldi. Endi teskarichasiga o'rnatamiz. Ketdi. Agarda suv chiqmasa, bu nasos avtomatik o'zini o'chiradi. Operator mana yaqinroq kel. 5 bar давление yig'ildi. Chiqish bo'lmadi, bu xil bo'lmadi. Mana kran ochib turibdi. Shunaqa do'stlar. Har bir mahsulot dahshatkech, zabardast testdan o'tmaguncha ishlab chiqarishga qo'yilmaydi. Ishlab chiqaruvchi ham inson. U ham tafakkur bilan bir narsani qiladi.